Poyezdda safarga borsang nimalar bo'ladi? O'zingcha vokzal ko'rmaganda istoriyalar ham qilib qo'yasan. Kamiga Mo'mintoyni qiynab qo'liga nimadirlar ko'tartirib qo'ydi. Bu ham bo'sh kelmaydi, o'zicha dardli istoriyalar olib qo'yadi. Hamma kuruyda bo'lsa kerak mana shunaqa qilib poyezdga ham kechga qolib birin-ketin keladi. Vokzalga kirishimiz bilan sumkalarni tekshirtirib, sekin registratsiyadan o'tib oldik. Bularda topgan vaqtini qaranglar. Manajlarni qo'yib qo'yib o'zlari hojatxonaga ketib borishdi. Va nihoyat poyezdimiz ham keldi. Hamma poyezdga yugurib, to'polon bo'lib turgan bir paytda yaqin o'zicha istoriyalar olyapti. Umrida poyezdga chiqmaganda bechara. Va nihoyat joyimizni topib, sekin poyezdga chiqishni boshladik. Temir yo'lchiligim uchun poyezd haqida hamma ma'lumotni mendan so'rashaveradi. Hemen qayerdan bilaman deb turib, qilingan bozorliklar sekin birin-ketin yeyishni boshladi. Eng asosiysi poyezdga chiqqaningda tepaga kim chiqishi muhokamasi boshlanadi. Mo'min tepaga chiq ovqatlanavermasdan. Men qanaqa qilib chiqaman? Men yoshim katta, men pastda yotaman. Ben yosh bo'lganim bilan oyog'im yo'q-ku, ana yaqin chiqsin. Men qanaqa qilib chiqaman? Ana barkamolaga chiqsinlar. Men chiqaymi Mo'mintoy? O'zim chiqaman. Baribir tepaga hech kim chiqmadi. Mo'mintoy taslim bo'lib o'zi chiqishga qaror qildi. Poyezd restoraniga chiqib turib, o'zimiz ovqat yeymiz desa, umuman ruxsat berishmadi. Biz ham shu istirimiz-ku, poyezd to'xtaganidan foydalanib, bitta ko'k somsani yengil biqin qilib oldik. Somsalarimiz yeb bo'lgandan keyin endi chiqib vagonga maza qilib uxlayman desang, bunaqa qurradan keyin inson uxlolmasa kerak. Borishimiz bir qiyinchilik bo'lsa, qaytishimiz undan battar bo'ldi. Poyezdga bilet yo'q. Poyezd vagonimizni oqtarib Toshkentgacha bir nima qilib kelib oldik. Toshkentdan Qo'qonga mashinada ketaveraylik desam, balla ko'nmadi. Provodniga bir nima qilib iltimos qilib xonasiga joylashib oldik. Endi 4 kishini bitta xonada ketishini tasavvur qilinglar-da, bizga ham oson emas. Shuna qilib safarimizni bir nima qilib yakunlab oldik. Paq